Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. O'zbek san'atida yana bir oxir judolik. Aziz ustoz san'atkorimiz marhum Oxunjon aka Modiriyevni shogirdlari Farg'ona farzandi Rahmatulloh akam Yusupov 27 dekabr kuni bu olamni tark etdilar. Oxiratlari obod bo'lsin iloyim. Shamollar uyg'ondi bark hayajonda, hatta yer ostida qo'zg'aldi ilon. Dunyo ko'zlarini ochayotganda ketgim kelmayapti onajon, ketgim kelmayapti onajon. Ko'ngillarda kezar mustik havolar, ishqalab qabog'im ko'tarar osmon. Ko'ngillarda kezar mustik havolar, ishqalab qabog'im ko'tarar osmon. Mana shu bog'larni ko'rmasdan turib ketgim kelmayapti onajon, ketgim kelmayapti onajon. Mana shu bog'larni ko'rmasdan turib ketgim kelmayapti onajon, ketgim kelmayapti